Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun dushanba 26-yanvar. Xudo xolisa bizda bugun 4 ta xona, lekin 6 ta qozon qaynayapti. Bitta xonaga 2 ta qozon qaynatyapmiz. Qoyilman akalarimiz yolvorishyapti. Tok iliklari bilan bo'lsin deyishdi. Xudo xolisa doda qilib qo'yamiz. Xo'p, 3-xona Hamid aka 2 kilo choyxona osh, pay, qazi tuxumlari bilan iliklari bilan bo'lsin dedilar. Xo'p, 6-xonadagi akalarimiz tovuqdan shu qozon kopi jinnisini qilib bering deyishdi. Ana ot go'shti yegandek bo'laylik deyishdi. Xudo xolisa qilib berdik. Xudo xolisa mazasini ko'rishadi. Xo'p, 7-xona 2 kilo achchiq osh Akmal akamga. Xudo xolisa ularni ham cho'tka qilib kutib olamiz. Xo'p, 8-xona Said akamga o'tgan kuni ham o'tiruvdilar. Akam bir mazza qildik. Ana payli, tokli, qazi qartalari bilan qilib beringlar deyishdi. Xudo xolisa bugun shonadagilari yaqin okalari bilan bugun o'tirishar ekan. Yaqin okalarni yaqindan kutib olamiz. Xudo xolisa mazza qilib chiqib ketishadi. Ishonch uchun, kelganinglar uchun katta rahmat. Bizdan xato kamchilik o'tayotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Kommentariyalarda xato kamchiliklarni yozib borsanglar, Xudo xolisa ularni ham to'ldirishga harakat qilamiz. Hammalarni qolamiz oq qanjirda.